15. Tavap. Tavap aşıqның hareketlik halıdır. Tavap mevcudatның ilahi xorga insanның jör boluşudur. Tavap alemi hareketning bir davr xarakterlik taqlididir. Tavap qulluqi qabul qilingan insanның cennette ko'rsatadigan xo'shallik va huzur holining simvollik bir ifodasidir. Dünyada mevcut bo'lgan har bir narsaning yadrosida harakatlanish bor ekanligining tavapdanmi bekerek güzel ifodasi yo'qdir. Atom 6 zarajadan atomga, atomdan plantlarga, plantlardan yulduzlarga, yulduzlardan samoyo'li sistemasiga, samoyo'li sistemasidan samoyo'li sistemasi oilasiga, yig'ib aytganda mikrodan makroga har bir narsa tavap holatidir. Elektron atom yadrosini tavap qiladi. Shundaq, tavap qiladi-ki, hech tutilib qolmaydi. Qon, yurak markazlik inson badanini tavap qiladi. Agar qon bu tavapni bir mezgil to'xtatsa, insonning bu dunyodagi mehmondorchiligi oxirlashadi. Ya'ni qonning tavapni to'xtatishining yana bir ismi o'limdir. Ay yer sharini tavap qiladi. Yer shari quyoshni tavap qiladi. Quyosh sistemasi bilan birlikda tava bo'lgan saman yo'lining markazini tavap qiladi. Saman yo'li sistemasi biz bilmaydigan bir markazni o'zining kaibisini tavap qiladi. Qisqacha qilib aytganda, zarradan kurriga qadar har narsa tavap ichidadir. Agar olamiy tavap bir oz vaqt to'xtab qolsa, olam go'yoki qalbi so'qishdan to'xtagan badandek o'z-o'ziga yepiladi, o'lib ketadi. Qiyomat olamiy tavapning to'xtashi demakdir. Bu biz biladigan dunyolar. Agar bilmaydiganlarimiz-chu, idrokimiz tushunishga ojiz qolgan boshqa dunyolarning tavbichi yoki ma'na olimining bosh qaydiradigan dunyosi-chu yoki metafizik olamlarning aqlning piyoda qolgan zamon va makon harakatlari-chu yoki olamiy farishtalarining ko'rinmaydigan mavjudotlar olimining metafizik tavobichi. Endi mush yerda bir oz to'xtab elib, olamiy xo'rga qetilish ma'nosini ifodalaydigan tavobning elib berilayotgan dunyoni va Ummul Qura, ya'ni shaharlarning onasi 6-sura Maida 92-oyat. Makkaning ichida yer olgan rayonni jug'rafiyasida va tarixiy maqsadda bir oz bo'lsa-mu Makka to'g'riliq fikr yurgizib tahlil qilib qo'ying.